ham sochingizni keratin qilgansiz-u, lekin nega tezda ochilib ketyapti deb o'ylab o'tiribsizmi? Men sizga top 3 ta xatoni aytmoqchiman. Birinchi xato. Sochimizni keratin qilganimizdan keyin har xil shampunlar bilan yuvamiz. Обязательно har xil shampun bilan yuvilgandan keyin sochimizni keratini tezda chiqib ketib qolishi mumkin. Sochimizni keratin qilgandan keyin uni vaqtida parvarish qilishimiz kerak. Ya'ni besulfatli shampun bilan yuvishimiz kerak. Keratin yozilgan besulfatli shampunlarni topib yuvishingiz shart va zarur. Bu shampunimizdan keyin обязательно balzam ishlatilishi kerak. Keratin qilingan sochlar siz uchun maxsus balzam, soch balzamlari bor. Обязательно eng yaxshi soch balzamlarini olib shampundan so'ng обязательно soch balzamlarini ishlatishingiz kerak. Bu shart va zarur hisoblanadi. Top 2-xato. Sushelkadan foydalanish. Eng asosiysi sushelkadan foydalanish. Iltimos sizdan sushelkadan foydalanish vaqtida обязательно sushelkada ishlatish qoidalariga amal qiling. Keratin qilingan sochlar siz uchun maxsus. Hech qachon sushelkani eng issiq gradusga qo'yib yaqindan sochingizni quritmang. Bu nafaqat sochingizni keratinini ketkazadi, balki vitaminlarini, to'kilishini, hamma narsani olib kelishi mumkin. Kepak deysizmi, qazg'oq deysizmi, hamma narsani olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos sizdan sushelkani ishlatish vaqtida gradusini sal pastroq qo'yib, iliqroq qilib, sal uzoqroqdan 100% tagigacha quritishimiz kerak emas. 50%, 60% quritsak yetadi. Uchinchisi sprey hisoblanadi. Bu spreyimizni обязательно topib olishimiz kerak. Keratin qilingan sochlar обязательно olamiz. Hozircha shular. Agar yana kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol direktga murojaat qilib savollaringizni berishingiz mumkin. Qo'limdan kelguncha hammaga yordam berishga, maslahat berishga harakat qilaman. Agarda maslahatlarim sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va kommentariyada izohlarni kutib qolaman. Bu videoni eng yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying.